Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi va salatu vassalamu ala rasulillahi va ba'd. Shams o'quv markaz video darslariga xush kelibsizlar. Darslarimizni davom ettiramiz. O'tgan dars biza mamnu min as-sarf darsini tugatgan edik. Endi bugungi darsimiz al-i'robu val bina. Ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak bu darsni. Al-i'rob val bina. Hop, al-i'rob i'rob degani bino qurish. Hop, birinchisini o'tamiz. Mana bu o'zi ikkita so'zdan iborat ko'rgan bo'lsangiz, al-i'rob val bina. Hop, al-i'robni o'tamiz mana hozir. Avvalan birinchisi al-i'rob. Al-i'rob nima degani? هو تغيير آخر الكلمة حسب العوامل الداخلة عليها. Hop. Al-i'rob shunday narsa ketyapti, bir so'zni uni omilligi bog'liq, ya'ni omillar ko'ra o'zgartirsak bo'ladi. Nima degani u? Mana misol deyapti, fa masalan Muhammadun desak, bu hozir raf holatdami? Ha. Mana shuni hozir Muhammadunni Muhammadin qilsak bo'ladimi? Bo'ladi. Mana shu narsani o'zgartirish deydi. Ya'ni jumlada ala hasabi mawqi'ihi fil jumla deydi. Jumlaga tushgan joyiga qarab yoki siz tuzayotgan o'sha so'zlarga qarab mana shuni oxirgi harakatlarni o'zgartirsangiz bo'ladi. Ikkita dommali yoki bitta dommali, ikkita fathali, ikkita kasrali yoki kasrali va hokazo yoki sukunli. Xo'p. Mana misol deyapti Muhammadun desak. Tatagayyaru al-harakatu ala akhirihi hasabi al-awamil ad-dakhilati alayhi. Kirayotgan omillarga qarab, kirayotgan omillarga ko'ra, oldingisi qaytarilayotgan omillarga ko'ra buni harakati o'zgaradi deyapti yoki qoladi. Mana misol raf holatda biza jaa Muhammadun dedik. Jaa Muhammadun. Muhammad keldi. Muhammad keldi. Muhammadun mana shu yerda kim bajardi shu ishni? Muhammad bajardi. Buni fa'il deymiz. Bajaruvchi. Fa'ilun marfu'un deymiz. Chunki mana raf holatda turibdi. Marfu'un. Va alamatu raf'ihi ad-dammatu adh-dhahira. Mana bitta so'zni ishlatamiz. Muhammad turibdi. Hozir raf holatda qildik. Dommali Muhammadun, kengsi. Va kazalika an-nasbu. Va nasb holatda ham qilsak bo'ladi. Mansub ya'ni fathali. Fathali qilsak ham bo'ladi. Mana misol ra'aytu Muhammadan desak, Muhammadni ko'rdim. Ra'a fe'l bor. Kim ko'rdi? Men ko'rdim. Ra'aytu ana ya'ni. Xo'p. Endi Muhammadan shu yerda maf'ulun bihi mansub va alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahira bo'ladi. Vaholanki biz bitta so'zni qaytaramiz. Muhammad degan so'zni raf holatda Muhammadun bo'ldi, nasb holatda Muhammadan bo'lyapti. Va kazalika ya'ni wal jarru va jar qilsak ham bo'ladi. Misol sallamtu ala Muhammadin, Muhammadga salom berdim. Nimaga majrur bo'ldi? Harfi jar keldi. Harfi jar keyingi kelayotgan so'zni doim majrur qiladi. Illa ba'zi holatlarda buni oldingi dars o'tdik. Mamnu' min as-sarf. Xo'p. Ala harfi jar undan keyin doim bilamiz, ism majrur keladi va alamatu jarihi al-kasratu adh-dhahira deyapti. Ya'ni zohir kasra bor. Fa kalimatu Muhammad tatagayyaru akhiruha bihasabi al-awamili ad-dakhilati alayha. Va mana tepada o'tilgan Muhammad so'zi deyapti, o'zgaradi. Qati o'zgaradi. Akhiruha, demak oxiri Muhammadan harakatlari o'zgaradi deyapti. Bihasabil awamil dakhilati alayha. Unga qo'shilayotgan, unga kelayotgan omillar hisobidan o'zgaradi. Ya'ni mana misol, mana bu yerda qaradik, mana harfi jar keldi. Biz bilamizki, undan keyin doim ism majrur keladi. Shunga buni majrur qilishimiz kerak. Muhammadin bo'ldi kasrali.
Tushundingki? Xuddi shu narsani aytyapti. Fa in waqa'atil kalimatu marfu'atan, agar bir so'z marfu bo'ladigan bo'lsa, fa akhiruha dam. Demak, agar marfu bo'ladigan bo'lsa deyapti, uni alomati deyapti dam. Tanvinli yoki oddiy dam. فإن وإن وقعت منصوبة فآخرها فتح. Tanvinli yoki agar nasb holatda bo'lsa deyapti, oxiri deyapti mansub bo'ladi, fathali bo'ladi. Va in waqa'at majruratan, agar majrur bo'lsa, ya'ni kasrali. Agar majrur bo'ladigan bo'lsa, fa akhiruha kasrun. Tanvinli kasr yoki oddiy kasr. Agar bir ism majrur bo'ladigan bo'lsa deyapti, oxiri kasr bo'ladi deyapti. Misol olamiz. Kalimatu yafrahu. Fe'l. Yafrahu xursand bo'ladi. Tatagayyaru al-harakatu ala akhirihi hasab al-awamil ad-dakhilati alayhi. Unga qo'shilayotgan omillarga ko'ra, yafrahuni oxiri harakatlar o'zgaradi. Yafrahu, yafrah, yafraha. Shundaki, misol, yafrahul insanu bin nasri. Raf holatda inson nusrat bilan xursand bo'ladi. Desak, dam marfu holatga o'tdi. Endi lan yafraha ahadun bisharri, hech kim bir yomonlikdan xursand bo'lmaydi desak, lan kelyapti. Nimaga yafraha qildik-da, mana yafrahu bo'ldi. U omil keldi. Buni keyingi darslarda o'tamiz. Lanni mana omil keldi. Mana shu omil keyingida xuddi ham harfi jarga o'xshab, tepada o'tdi-yu, Muhammadanni. Harfi jar keldi, undan keyingisi majrur qildi. Xuddi shu bir harf keldi, undan keyingisini nima? Majrur, mansub qildi. Nega mansub qildi? Chunki o'z nasb qiladigan harf bu. Lan yafraha bo'ldi. Keyingisi lam yafrah insonun bisharri. Inson yomonlikdan xursand bo'lmadi. Desak, bo'lmaydi lan, bo'lmadi lam. Xo'p, yafrah dedik. Mana bu yerda yafraha dedik. Ikkalon farqi nimada? Omilda, boshqa omil keldi. Jazm qiladigan omil keldi, lam. Shuning uchun bu yafrah bo'ldi. Tushundingki? Xo'p. Al-i'rabu va ma yudkhiluhu min anwa'il kalami. Xo'p, i'rob deyapti va u kalomning turli xil kiradigan i'roblarni. Nima degani bu? Birinchisi al-ismu sahihu val mu'tal. Xo'p, sahih va mu'talga misol oladigan bo'lsak, amsilatu sahih, sahihga misol. Sahih degani to'g'ri, o'zgarmas, ana muqaddara, mamnu min as-sarfga o'xshagan muqaddara va hokazolar holi. Shuni sahih ism deyiladi. Xo'p, yasirul qitaru musri'an. Poyezd tez yuryapti desak, yasiru. Al-qitaru nima yuryapti? Poyezd. Kim bajardi shu ish? Qitor. Shuning uchun bu fa'il bo'ldi. Fa'il bilamizki, doim marfu bo'ladi. Shuning uchun al-qitaru dedi. Rakibatul qitara sabahan. Nima? Poyezdni tongda mindim. Tongda mindim. Sabahan tong degan. Al-qitara mana nasb holati keldi. Mana bu yerda raf holati keldi. Mana bu yerda nasb holati. Nega? Chunki bu maf'ul bihi. Anaqa fe'l fa'il keldi. Rakibtu. Man rakiba? Ana. Demak, al-qitor maf'ulun bihi bo'ldi. Maf'ulun bihi doim mansub bo'ladi. Shuning uchun buni mansub qildi. Al-qitor qildi. Keyingisi safartu bil qitoril yawma. Bugun poyezd bilan safar qildim desak, xuddi mana bi harfi jar tutdi. Undan keyin doim ism majrur keladi. Shuning uchun bil qitori bo'ldi. Tushundingki? Ism majrur va alamat jarrihi al-kasra bo'ladi. Amsilatul mu'tal, illatli harf ismlarga misol. Illatli ismlarni biz o'tgan darslarda o'tdik. Ana ism maqsur, ism manquslar. Yakthirun nada sabahan.
Yakthirun nada sabahan. Nado tongda ko'paytirib oladi. Kim ko'paytiradi? Nado. Nado bu ism. Mana qaragan bo'lsanglar, illatli kelyapti. Nada keldi. Bu narsa o'zgardimi? Yo'q. Keyingisi ra'aytu Salma fajron. Salmani bomdodda ko'rdim. Bomdod vaqtida ya'ni. Mana bu yerda nasb holatda kelyapti. O'zgardimi biror joyi? Salmaga, Salmayi bo'ldimi? Yo'q. Nimaga o'zgarmadi? Bular barchasi illatli harflar. Illatli so'zlar uzr. Surirtu bil qodi al-yawm. Al-qodi degani qozi degani. Qozdan xursand bo'ldim. Bugun desak, bugun qozdan xursand bo'ldim. Desak, be harfi jar. Menda bu narsa o'zgardimi? Yo'q, xuddi o'sha qoldi. Shuning uchun nima? Uni agar mana shu al-qodi mana ustoz majrur bo'lib turibdi-yu desak, bu o'zi asli so'zi mana shunaqa. Agar misol nasb qiladigan bo'lsa bil qodo bo'lar ekan-da. Demak, so'zi o'zi al-qodi, ya'ni qozi degan. Keyingisi. Qala ta'ala وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. ترى الناس. ترى فعل. الناس maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi nasb holatda kelyapti mana. Taro kim ko'radi? Sen ko'rasan. Taro anta. An-nasa sukara. Va ma hum bisukara. Bi harfi jar. Undan keyin ism majrur kelyapti. Ism majrur kelayotgan holda ham mana buni fathali turibdi. Ko'rasizlar? O'zgarmadi. Walakinna azaballohi shadid. Azaballohi demak mudof ilayhi شديد صفة. الفعل المضارع الصحيح والمعتل. Xo'p. Mudori fe'l. Mudori nima edi? Hozirgi fe'l, hozirgi zamondagi fe'l. As-sahih. Sahih aytganimizdek, nima? Sahih bo'lgan, illatsiz bo'lgan, madsiz bo'lgan fe'llar yoki ismlar. Ismlar, fe'llar ham bor. Bizda fe'llarga misol olamiz. Sahihga, to'g'ri deyiladi. Yafrahu al-insanu bin-nasri. Mana tepada o'tdi buni ham. Lan yafrahu ahadun bish-shari, lam yafrah insanun bish-shari. Barchasi mana nima uchun o'zgardi? Omillar uchun. Omil keldi, fatha qildi. Omil keldi, jazm qildi. Ko'rdik-a? Endi illatliga misol olamiz. Yas'al mu'minu lil khayri. Mu'min yaxshilik sari yuradi. Yas'a. Lan yas'a. Mana ko'rasizlar, illatli harf anaqada, illatli fe'lda hech narsa o'zgarmayapti. Yas'a turibdi. Lan yas'a. Mana bu yerda yafrahu turibdi. Raf holatda. Nasb holati o'zgaryapti. Lan yafroh ha bo'lyapti. Bu yerda yas'a, lan yas'a bo'lyapti. Bir xil anaqa talaffuz. Kaslanun lil majdi. Lam yaqdi zolimu bil haqqi. Zolim haqli tomon hukm qilmadi. Lam keldi. Hech narsa qilmadi, jazm qilmadi, ko'rgan bo'lsangiz. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. سنلقي كيوات mana illatli lam yunazzil farqini qarang. Illatli qanaqayu? Bu mana ism mu'tal. Mu'tal ism bu. Bu esa sahih ism. Sahih bilan mu'talla farqini tushunib oldik, to'g'rimi?
Mana bu yerda jazm bo'lib ketdi, o'zgaradi. Bu sahih, mu'tal esa yo'q. Hop. Endi i'robni turlari. Anwa'ul i'robi. Al-i'rob az-zohir bor. Yudkhilu naw'ayn min anwa'il kalam. Hop. I'robning turi har xil. Al-i'rob az-zohir, zohir i'rob bor. Ko'rinib turadigan. Yadkhulu naw'ayn min anwa'il kalimi. Ya'ni so'zning ikki xil turi kiradi. Qaysi turlari? Al-ism as-sahih al-akhir, sahih. Va ikkinchisi al-fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir. Ya'ni sahih deganimiz aytganimizdek mu'tal emas, ya'ni o'zgarmas, o'zgaradi, i'roblarda o'zgaradigan va hokazo. Ya'ni yasirul qita'u musri'an raf holatda bo'ladi. Rakibtul qita'a sabahan nasb holatda bo'ladi. Shuning uchun qita ra dedik. Safartu bil qitaril yawma, al qitari dedik. Farqini ko'rasizlar? Qitaru, qitara, qitari. Nasb, raf, jar holatlarida. Al qitar zotda mana ismun taghayyara akhiru bi taghyiri mawqi'i fil jumlati bid damma va fatha va kasra. Ha mana qaragan bo'lsangiz, mana qitar so'zi jumlaning turgan holda ko'ra o'zgardi i'robi. Mana misol raf holatda turgani uchun yasiru bu fa'il bo'ldi. Bu maf'ulun bihi bo'ldi, nasb bo'ldi. Bu ism majrur jar bo'ldi. Demak, turgan holiga qarab o'zgaryapti deyapti. Va kullu ismin tatagayyaru akhiruhu taghayyuran zohiran. Barcha ismlar deyapti zohir o'zgaradi. Fa huwa mu'arrabun. U i'rob qilinadigan ismlar. Va i'robuhu zohir, va uning i'robi zohir, ko'rinadigan bo'ladi. Al-fi'l al-mudari' as-sahih al-akhir. Endi to'g'ri, sahih, to'g'ri, oxiri to'g'ri muzari fe'lni o'zi hozirgi zamondagi. Nima degani bu? Yafrahu boy aytdik mana. Yafrahu, lan yafraha, lam yafrah. O'zgaryapti uni ham. Mana aytadiki, yafrah fi'l mudari' taghayyara akhiruhu bid-damma va fatha va sukun bisabab ixtilaf al-awamil dakhalat alayh. Demak, yafrahu raf holatda bo'ldi deyapti. Mana bu lan yafraha nimaga nasb bo'ldi? Mana bu kirgan nima omil uchun? Lan nasb qilgani uchun. Lan nasb qilgani uchun. Shuning uchun notda omil kirgani uchun notda bu mansub bo'ldi. Keyingisi lam yafroh mana bu omil kirgani uchun yana jazm bo'ldi, sukunli bo'ldi. Xo'p. Fa huwa mu'arrabun, u i'rob qilinadigan fe'l. Va i'robu zohir, va uni i'robi zohir deyapti. Qala ta'ala yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi. O'sha kunda bir inson akasidan va otasidan qochadi deyapti. Yafirru mana raf holatda bo'ladi. Ko'rasizlar, o'zgaradi bular. Keyingisi al-i'robil muqaddar bor. Muqaddar degani nima? Bekitilgan degani. Yadkhulu naw'ayn min anwa'il kalami. Demak, ikki xil turdagi kalomlar kiradi deyapti, so'zlar. Adala al-qodi ra'aytu an-nada la'ibtu fi an-nadi. Adala al-qodi qozi odillik qildi. Ra'aytu an-nada fajran nadoni bomdodda ko'rdim. La'ibtu fi an-nadi ochiq joyda o'ynadim. An-nada mana mashti ismun tataghayyara fi akhirihi bi-dhammatin va taghayyara akhiruhu bi-dhammatin va fathatin va kasratin. Mana ko'rgan bo'lsangiz, kasra, fatha va dhamma bilan o'zgaradi deyapti. Va lam tazhar alamatul i'robi bi sababi i'tilali akhirihi fa huwa mu'arrabun va i'robuhu muqaddar. Mana qaragan bo'lsangiz, lekin biz raf, nasb, jar holatida-yu, lekin barchasini ko'rmadik bu yerda mana. Bu nasb bo'lganini ko'rmadik. Mana bu jar, mana bu yerda jar raf bo'lganini ko'rmadik. Raf bo'lib turib kasra turibdi. Aytadiki, fa huwa mu'arrabun. Bu i'rob qilinadigan ism, lekin
Va i'robuhu muqaddar. Uning i'robi muqaddar bo'ladi. Shuniki i'rob qilinadi, lekin i'robi muqaddar bo'ladi. Keyingisi al-fi'lul mudori'ul mu'tallul akhir. Illatli muzori' fe'l, hozirgi fe'l. Yas'al mu'minu lil khayri. Mu'min yaxshilik sari yuradi. Yas'a mana shu yerda fi'l mudori' deyapti. ولم تظهر عليه علامات الإعراب بسبب اعتلاله فهو معرب وإعرابه مقدر. Mana bu yerda yas'a raf holati turibdimi? Lam yas'a nasb holati turibdi. Mana bu omil sabab. Qarasangiz ikkala ham bir xil so'z, hech qayerda o'zgarmadi. Nega deyapti? Chunki illatli bo'lgani uchun. Illatli bo'lgani uchun. I'tilalihi mana i'tilalihi shu illatli bo'lgani uchun fa huwa mu'arrabun u i'robli, lekin i'robi muqaddar deyapti. Endi binani o'tsak, esinglarda bo'lsa i'rob va bina edi. Biz i'rob bo'limini tugatdik, endi binoga o'tsak, saniyan al-bina, ikkinchisi bino deyapti. البناء هو لزوم الكلمة حالة واحدة فمثلا كلمة هؤلاء مبنية على الكسر دائما. Bino deyapti bir so'z bitta joyda turadi, o'zgarmaydi. Mana i'robda o'zgarardi, to'g'rimi? Nima? Lan yafraha, lam yafrah, lan yas'a. Mana lan yafraha, lam yafrah, mana harakatlar o'zgardi. Lekin deyapti bino deyapti shunchalik narsaki deyapti, mana xuddi bino qurasiz, g'ishli qo'yasiz, to'g'rimi? Agar mana shu bino qurib bo'ldingiz, mana g'ishli qo'ydingiz, pastiga g'ishtni bittasini oladigan bo'lsangiz, bino buzilib ketadimi? Buziladi. Shuning uchun deyapti, bu bino qilib nomlangan. Bitta joyini qilsa buzilib ketadi. Huwa luzumul kalimati fi halatun wahida. Bir holatda turadi, o'zgarmaydi. Na anaqasi, harakati, na ko'rinishi bitta holatda turadi. Misol deyapti, ha ular so'zni olsak, ular degani domir bu. Mabni degani o'zgarmas. Bu i'robda ham ko'rsanglar bo'ladi, bularni ko'p uchratasizlar. Mabniyatun alal kasri doiman. Mana ha ular dedik-a, doim mabni bo'ladi. Nimaga? Kasraga. U rof bo'lsa, nasb holatda bo'lsa, jar holatda bo'lsa, barchasida nima? Kasrga mabni bo'ladi. Misol, mana jaa Muhammadun etudi. Muhammadun fa'il marfu alamat rafi'i dhamma edi. Mana misol jaa haula'i rijalu. Ana u erkaklar keldi desak, jaa fe'l, to'g'rimi? Haula'i deyapti. Mana ism ishora mabni deymiz. Ism ishora bu chunki ism ishora, ishorat qiladigan ism. Ana u erkaklar deb ishorat qilyapti. I'robi quyidagicha bo'ladi. Ism ishora mabni o'zgarmas. Ala kasr nimaga? Kasraga. Kasraga mabni o'zgarmaydi. Fi mahalli raf'il. Fi mahalli raf'a fa'il. Demak bu lekin turgan joyi deyapti. Raf holatda fa'il deyapti. Chunki jaa Muhammadun esinglarda o'zi fa'il marfu alamat rafi'i dhamma edi. Bu ham xuddi shu fi mahalli raf fa'il. Ra'aytu ha'ula'i rijala. Ana erkaklarni ko'rdim. Fe'l bor, fa'il bor. Haula maf'ul bihi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Nega haula'i keldi ustoz? Haula'i, hammasi haula'i. Biz aytdik-ku mana mabni bo'ladi, o'zgarmas bo'ladi. U nasb holatda bo'lsa, mana misol nasb holatda misolimizni ism ishora qilamiz. Buni ism ishora i'robi mabni ala kasr. Haula'i turibdi. Fi mahalli nasb maf'ulun bihi. Ya'ni turar joyi deyapti, maf'ulun bihi. Keyingisi sallamtu ala haula'i rijali. Mana xato ketgan alayya. Sallamtu ala haula'i rijali. Ana erkaklarga salom berdim yoki qo'shdim desak, ala harfi jar. Haula ism majrur, to'g'rimi? Lekin buni ism ishora deb i'robdan boshlaymiz. Ism ishora boshidan olib kelamiz. U qanaqa ism?
qanaqa joyda turibdi va turish joyi nima? 3 taga bo'linadi, tushundinglar? Mana ism isharoh mabni. Birinchi bilib olamiz. Nimaga mabni? Nimaga mabni? Kasrga mabni. Mana haula'i turibdi. Barchasi o'zi nimada turgan bo'lsa, o'shanga mabni bo'ladi. Barchasiga qaragan bo'lsangiz, mabni ala kasr dedik, mabni ala kasr dedik. Endi keyin davomi o'zgaradi hammada. Fi mahalli nasb maf'ul bihi deyishimiz mumkin, fi mahalli raf fa'il deyishimiz mumkin, fi mahalli jar ism majrur deyishimiz mumkin. Ya'ni turgan joyiga qarab bilan. فنجد هنا أن كلمة هؤلاء topamizki bu yerda haula so'zi deyapti. Lazimat halatan wahida. Bir lozim bo'lib qoldi. Bir holatda deyapti. وهي الكسر ولم تتغير رغم اختلاف العوامل الداخلة عليها. Kasr holatda ham deyapti. O'zgarmadi deyapti. Omillar sabab deyapti. فتبنى الكلمة على حسب حركة الآخرة. Demak deyapti, bir so'z deyapti. Oxirining harakatiga qarab i'rob qilinadi. Mana misol kasra turibdimi? Mabni ala kasr deymiz. Keyin hada turibdimi? Hada misol bu ham ism ishoralarda. Hada mabni ala sukun deymiz. Hadihi mabni ala kasr. Chunki aytadiki fa in kana akhiru sukunan, agar oxiri sukun bo'ladigan bo'lsa, misol olaylik. Hada sukun bo'ladigan bo'lsa deyapti, bu niyat ala sukun. Bu niyat degani mabni qilamiz yani. Sukunga mabni qilamiz. Hada sukunli. Chunki oxiri mad bilan tugayapti. Mad bilan tugagan barchasini sukun qilinadi. Va in kana akhiru fathan buniyat ala al-fath. Agar oxiri fathali bo'ladigan bo'lsa, fathiga mabni bo'ladi. Xo'p. Va in kana akhiru kasran buniyat ala kasr. Hozir mana misolga o'xshab. Agar kasroga mabni bo'ladigan bo'lsa, mabni ala kasr deymiz. O'zgarmaydi ular. Misol hada ertaga o'tib yoki boshqa holatda hazu bo'lib qolmaydi. Endi haula'i mana. Haula'i bo'ldimi? Bo'ldi. Haula'u bo'lmaydi. Mabni bo'ladi, qotadi. Va in kana akhiru ad-dam, agar oxiri dam bo'ladigan bo'lsa, buniyat ala ad-dam, ya'ni domaga mabni bo'ladi. Xo'p. Demak, bu darsimizni 2 bo'lamiz, chunki uzoq bo'lib ketmasin. Keyingi darsimizda al-binoni davomini o'tamiz. Darsimizni shu yerda to'xtatamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma'as salama. Sizlar bilan Shams o'quv markazi ustozi ko'rishguncha.